Mana yana 20 kilovatlik Solax gibridimiz. Akkumulyatori 16, yangi kelgan 16 kilovatlik. Predaqnator UZI DC avtomatlarimiz bilan hozirda mana 14,5 kilovat tok chiqaryapti. Mana kimdir aytishi mumkin, menda 20 kilovat потребление bor deb. Mana yetmaganini davlat olib beryapti. 20 kilovatlik panelimiz turibdi. O'sha 14,5 kilovat chiqaryapti. Birpasdan 20 ga boradi. Yetmaganini davlatdan olib потреблениeni beryapti. Akkumulyatorimiz mana. Davlat kelyapti mana. Uni yoniga yana bitta akkumulyator ulasagan bo'ladi. Ikkita qo'ysagan bo'ladi. O'shaning uchun 9 etaj zdaniyaga qo'yganmiz. Освещениясini polni davlat tok o'chgan payt polni yoqib bera oladi. Agarda yetmasa, doполнительный akkumulyator qo'ysagan bo'ladi. Yoniga yana bitta. Mana kimga qiziq bo'lsa, telefonga chiqasizlar.